Dispetchermisiz? Doim ish almashtirishdan charchaganmisiz? Unda bu imkoniyat aynan siz uchun. Nega biz Loadmode kompaniyamizda doim dispetcherlarni ishga qabul qilamiz? Bizning kompaniyamizda doimiy o'sish bor va har oygi planimizda va har quarterly planimizdagi biz traklarni olib chiqish harakatida ishlaymiz va o'shanda biz doim kачествоga e'tibor beramiz. Bizga kelgan dispetcherlarni bir nechta sharoitlarga imkoniyati paydo bo'lishini aynan Loadmode kompaniyasida siz ko'rishingiz mumkin. Birinchisi, bu bizning kompaniyamizda yaxshi qilingan sharoit. Ikkinchisi, doimiy sizga ovqat ta'minlanishi, siz ovqat haqida o'ylamasdan u narsaga chalg'imasligingiz. Uchinchisi, menga o'xshagan bu sohadagi ekspert va 10 yildan oshiq ustoz bilan birga-bir ishlashingiz. To'rtinchisi, dedicated lanes, brokerlar, texnologiyalar, AI, bundan tashqari ko'plab kompaniya bilan cooperation va partnershipda bo'lib kelayotgan ishlarimizda qatnashish. Beshinchisi, ko'plab proyektlarda siz ham qatnashib, undan qo'shimcha daromad qila olishingiz. Va undan tashqari juda ko'p yana imkoniyatlar bor. Ularni siz faqatgina Loadmode kompaniyasiga dispatch positioniga ish topshirib bila olasiz. Agar siz dispetcher bo'lsangiz, bu postning tagida plus belgisini qoldiring.